Hello barchalarga salom bolalar, sizlar bilan men Avangard. Bugungi videomizda sizlar bilan ko'rib turganingizdek Skyblock o'ynaymiz va bu videomiz sizlarga yoqadi degan umiddaman. Yoqmasa ham ko'rasizlar, mayli. Bo'lmasa bolalar, birinchi ishimizni sandiq ochishdan boshlaymiz. Sandiqda ichidagi narsalarni olamiz va keyin qolgan ishlarni sekin-sekin ko'ramiz. Xo'p, bitta nima qilamiz? Joyda kattalashtirib olishimiz kerak birinchi bolalar. Joyda kattalashtirib olganimizdan keyin sekin-sekin qidiramiz qolgan ishlarni. Men bog'larni buzib tashlaymiz, kerak emas hozircha. O'zi shoxda bekor buzdim adashmasam. Lekin farqi yo'q, turaveradi. Joyda kattaroq qilishim kerak bolalar, iloji boricha. Hozircha joy kattaroq bo'lishi kerak. Bizga hamma daraxt to'g'ri ko'proq kerak bo'ladi. Mana bularga blok qo'yib tashlaymiz. Qo'yish qiyin bo'lyapti lekin juda ham. Xo'sh. Kitob bilan ichida nimalar bor ekan? Xo'p, chang'iz, okey, nima bular ha? Bular dastajiniyalar qanaqadir. Dastajiniyalar chiqmayapti. Chiqmayapti. Mana knopkaga bosilmayapti-yu. Bo'ldi. Mana chiqib oldik bir bola qilib bo'ldi. Endi daraxt topzamiz va o'zimizga kerakli instrumentlarni yasab olamiz. Verstak tayyor, verstaga savoldik bir bola qilib. Endi yana joyda ochaveramiz sekin-sekin. O'tlarni olib tashlashimiz kerak. O'tlar hozir hech kerak emas bizga. Ikkita urug' berdi. Xo'sh, yaxshi. Bu guldan olib qo'yamiz. Endi sandiqni bu yerdan olishimiz kerak bo'ldi. Sandiqni gul bilan buzamiz. Hoppa. Oldik. Bo'ldi. Endi lava bilan suv uchun joy ochamiz bo'ldi. Juda kichkina bo'lib qoldi-yu. Yaxshi, hech narsa qilmaydi. Bo'lib qolar balkim. Mana lavani qo'yamiz. Bu yoqqa bo'lsa suvni qo'yamiz. Mana muzdi. Xo'sh, endi biz ko'rish kerak. Bizda kerka yo'q, endi kerka yasab olaman bolalar. Daraxtlarni buzib olamiz, kerka yasaymiz. Shu joyda bolalar, men ana qidirganman, kerkani tezroq yasiradi-yu. Nima deyiladi? Tezroq craft qilishni qidirganman, lekin shu joyda craft qilishdan sekin chiqqanda shunga asab bo'lib, sirazi to'g'rilab olgandim tejlarni. Xo'sh, bog'da tosh paydo bo'ldi. Hozir men buni lavani olib turib, yana joyda kattaroq qilaman bolalar. Chunki lavaga hozir juda ham kam bo'lib qoldi. Mabodo agar lava obsidian alam qolsa, skyblockimiz tugaydi. Shunisi bor. Shuning uchun ham sekingina joyda kattaroq qilib ochib qo'yamiz. 6 ta blok bemalol yetib ketadi. Endi men blok buzib olamiz. Xo'p, oldik, yaxshi. Endi lavani qo'yamiz. Va ana, bo'ldi, birga bir. Zo'r. Endi tosh ham yaxshiroq spawn bo'ladi. Endi paydo bo'ladi-da. Yaxshi. Xo'sh, hammasi joyida hozircha. Mana bu teshikka olib qo'yamiz. Endi daraxtni oxiriga olishdan oldin mana bu yerlarni ham salgina bitkichalarni qo'shish kerak bo'ladi. Zashpam teshik yapamiz. Endi men bu kichkina blokdan buzib tashlaymiz. Bo'ldi. Bu o'tirib olib, bunday qilib blok buzishga. Xo'sh, hozir men kerka uchun tosh buzishim kerak hozir. Sal ko'proq buzsam kerak bo'ladi, ko'proq narsa kerak bo'ladi bizga. Iloji boricha bu yerda kattaroq qilmoqchiman. Kattaroq emas endi. Nimasi bilan hamma o'rinlarga boramiz. Video tugaydi. Qancha qism bo'lishini bilmayman o'zim, lekin oxirini bilmasdan turib bosyapmiz.
Oldingi skyblockimizni aytmay qilamiz, chunki u boshqa skin bilan olingandi. Bu boshqa skin. Tushunasizlarmi? Bu skindan boshqasi o'tmaslikka qaror qildim. Bu ham zo'r ekan, ham Blue Devil. U ko'k shayton degan adashmasam. Yonib ketyapti ko'pchilik bloklarim. Bu temir sirazi, masalan, birinchi hozir temir top oladigan bo'lsam, sirazi olib kelib turib, buni tagiga varanka yasaymiz, varankaning tagiga sandiq yasab qo'yaman bolalar. Keyin adashmasam modda ichida o'qigandim. Qaysidir orolda suv topasan deb yozilgandi. Mana bu joyda kattaroq qilamiz bolalar endi. Qayerli shaqqa ham xato qilib blok qo'yib qo'ydim. Qaysidir oroldan suv chiqadi. Orolda ichida suv bor. Endi pastga tushishimiz uchun, iloji boricha pastga tushishimiz uchun-da suv ham. Pastga tushib bloklarni qo'yib olamiz. Keyin tepaga ko'tarilib ketaveramiz. Endi daraxtni bo'lsak ham bo'ladi sekin-sekin. Hali uxlashimiz вообще imkoniyati yo'q, uxlab bo'lmaydi. Juda ham kech, hozir undan qolsa meni kravatim yo'q, hech narsam yo'q. Endi blok buzamiz. Blok buzgan joyini o'tkazib yuboraman bolalar. Keyin yana videoni stop qilaman. Let's go demasam. Yana gul bilan daraxt chopamiz. Boya bitta gul bilan sandiqni buzganda endi daraxtni buzamiz. Minecraft logikasiga tupurib qo'yamiz shunchaki. Endi o't bilan buzayotganmiz. Endi iloji boricha narki orollarga tezroq o'tishim kerak-da, juda qiziqman nima bo'lishiga. Juda qiziqib ketyapman. Mana bu yopib qo'yamiz tepasini. Yurib tushib ketib qolmasligim uchun. Yana 9 ta blokka oldik o'z boshimizga. Xo'p, men bu yerga blok qo'yib chiqaman. O, daraxt tushdi. Hozir keyin ko'rsaman daraxtni. Daraxt tushdi menga bo'ldi. Sirasi buzib tashlaymiz buni. Yoqmayapti. Hoppa buzildi. Endi yurishga xarakter beradi-da baribir. Mana bu blok ochiq qolib ketaversin, hech narsa qilmaydi. Bu burchak bo'lib turadi-da, tushib ketishim osonroq bo'ladi. Endi bo'ldi. Sandiq qo'yamiz mana bu yoqqa. Ichiga narsalarni solib qo'yamiz. И всё. Shuncha narsa tushdi bizga qoyil. Lekin hali bir yeyishga narsa topmadim. Yeyishga narsa bo'lmasa ham kerak sizga bo'ldi. Chunki uncha ko'p harakat qilmaysizlar, lekin moblar qiynaydi. Mana sizlar tekis qilib yo'l qilasizlar-ku, o'shanda moblar chiqib qoladi. Moblar spam bo'ladi-da. Endi xo'sh, terga boramiz. Ana shu to'g'ridan ketamiz deb to'pollar. Shu to'g'ridan ketamiz. Go. Tushib ketib qolmasam bo'ldi. Tushsam sirasi bo'laman. Buni pasi bor ekan, lekin pasi уже odamni o'ldirar ekan. Pasida даже modda aytilgan. Kreativda yurishing mumkin, lekin vajoniyada yura olmaysan pastda. Deb yozilgan modda. Xo'sh. Yaqin kunlarda Telegram kanal ochib qolishimiz mumkin bolalar. Shuning uchun ham sizlar podashka qilib tursanglar, Telegram kanal ochib olamiz bir balo qilib. Endi men tug'ilgan kunimgacha tezroq 1000 ta bo'lib olsak, juda ham zo'r bo'lardi. 3 ta daraxt. Yaxshi. Yomon emas. Keyingi qism chiqish uchun like bosib obuna bo'lib qo'yinglar.
Mana 17-chi, 18-chi blokimiz. Hoppa, ketdik bo'ldi. Endi hozir yana o'sha joyni kattalashtiramiz, ya'ni uzunroq qilamiz. Yo'limiz uzunroq bo'lishi kerak-ku. Narki orollarga tezroq o'tib olishim kerak edi, juda yoqmayapti. Buni buz, yana qo'y, yana buz, yana qo'y. Yo'q, hamma blokni mana qo'linglar berib qo'ysa, o'tish tarafga qarab zo'r bo'ladi-da. Keyin tushib ketishlarga ham yaxshi. Endi qaytib kelishimga zombilar spam bo'lmasa bo'ldi bu yoqda. Ayniqsa creeper bilan enderman shunaqa asab qiladi. Yerga tushmaydi-da creeper bilan enderman, tushunyapsizlar? Creeperga mayli, enderman вообще asab qiladi. Endermanni hozir shu dalni время, ya'ni hozir shu vaqt o'zida o'ldirishda bitta eng zo'r yo'li bor. Faqat qochish kerak bo'ldi. Qochsa ham bo'lmaydi. Qaranglar, mana keldi o'zi bittasi. Parazit. Elgon parazitlardan bittasi. Bo'ldi, pastga tushib ketdi u. Boshqa narsa ham yo'q edi, kerkadan boshqa uradigan. Uron berishim kerak, qachab ozgina bo'lsa ham. O'zi ertalab bo'lyapti, ko'ryapsizlar, sekin-sekin ertalab bo'lyapti. Quyosh oy botyapti, quyosh botiryapmiz, ko'ryapsizlarmi? Mo'lla, voy jo'marsin. Asujday. Endi yana blok buzib olamiz. Svet kim o'chirdi deganda xuddi. Let's go. Menga gravel bilan bitta ana bu yerda zombini go'shini. Zombini go'shini ko'rsatmayman, ko'rdinglar o'zlaringiz. Xo'p, graveldan chaqmoq tosh olamiz. Graveldan bola flint degan narsa bor ekan-u, o'sha o'zbekchasiga chaqmoq toshligini yaqinda bildimmi? Sizlar qachon bildinglar? Kommentarda yozib qoldiringlar. Jo'mursan, vallahi. Ishoninglar, men chaqmoq toshligini bilmasdim mana shu flintni. Yaqinda bilib qoldim, endi вообще o'zimga kelolmayapman. Yo, spishka yasalishim bilardim. Porx deb o'ylagandim. Endi porx ham bor, nima? Redstone-da porx. Ili yana bitta porx bor. Nima desam, creeperda porxi. Bu zajigalka yasalyapti, tasavvur qilyapsizlar? Yo, yana blok ketmay qoldi. Nima qilamiz? Orqaga qaytamiz, let's go. Hozir tushib ketsam, bolalar, nima deysizlar? Lekin tushmayman, let's go. Tushmaslik uchun harakat qilyapman o'zi. Endi keyinchalik ikkita uchta orolga o'tib olganimizdan keyin bolalar, bu yoqda ikkitalik blokdan qilamiz. Hozir gravelni buzib, flint chiqarishim kerak. Ya'ni chaqmoq tosh. Adashmasam, hozir chiqib qolish kerak. Qara, bitta chiqadi. Ketdi 1, 2, 3. Chiqdi. Qanchalik omadli bo'laman, ha? Hoppa, buni olib qo'yamiz endi. Endi bu nima desa bo'ladi? Qayerdandir temir topib olsam, sirazi obsidianni portal yasab kirib ketishimiz kerak. Bu yoqdan toshab ketamiz. Adiga o'tib, hamma qizil bloklarni olib chiqamiz dedi. O'sha oddiy bloklarni olib chiqamiz dedi. Keyin sirazi bu yerga o'tib turib, o'sha bloklarni qo'yib chiqamiz. Tushunyapsizlar? Cobblestone buzmaymiz demoqchiman. Cobblestone zaril, cobblestone buzib bo'ldi. Xo'p, endi men bu o'roqni ekib qo'yishim kerak hozir. O'roqni mana bu yoqqa ekamiz. Juda ham nima, xavfsiz joy, mana shu yoq. Ham pastga tushib ketmaydi, ham suvni oldida. Mana bu lava yo'q o'ralmaydi. Oldida chunki suv bor. Suv bor joyda lava hech narsa qololmaydi. Yoki bo'lmasa, lava bor joyda suv hech narsa qolmaydi. Zo'rmi? Endi videoni sirazi tezlashtirib o'ramiz va keyin davom ettiramiz qolganini. Xo'sh, bir balo qilib 20 blokdan buzib oldim. Bir balolar qilib ketdigini o'sha 20 ta blokdan qo'yib kelamiz. Bolalar adashmasam yetmaydi-yu. Mayli. Lekin qo'yaveramiz. Lekin hozir chaqirilmagan mehmonlar kelmaydi. Shunisi ham yaxshi. Ko'ryapsizlar, mana bu tarafda nima desa bo'ladi? Faqat daraxt. Pastda ham nimadir bor ekan. Suvmi? Juda yaxshi ko'rinmayapti. Suvmi nimadir bor ekan-da, pastga qaranglar. Narigi tarafda ham bor ekan.
Ekrandan chap tarafda ham, o'ng tarafda ham bitta o'rg'olchalar bor ekan, kichkina. O'shalarga ham borishimiz kerak. Hali adashmasam, yana pastroqda jitillar ham bo'lishi mumkin. Jitillarning qishlog'i yoki bitta jitillar bo'lishi mumkin-da. O'shalarni bir qop kelib turib, jitillar bilan nima desa bo'ladi. Ayira boshlaymiz jitillar bilan nima deydi? Savdo sotiq ishlarini boshlaymiz. Ketdi, yana blok ketmay qoldi. Orqaga qaytamizda yana blok buzamiz. Buzaveramiz. Bugungi videomizning mavzusi o'zi buzish bo'lishi kerak, tushunasizlarmi? Buzish. Skyblockni buzish, tamom. Odam zerikib ketadi bir tarafdan. Lekin bir tarafdan maza. Xo'p, bolalar bo'lmasa 20-blokimizni ham ba'zi qilib buzib oldik. Endi ketdik yana. Yana ketaveramiz endi blok buzib. Sekin endi qo'yib ketaveramiz. O'zi hozir adashmasam, narigi tomonga o'tkilik bo'ladi, lekin qo'lim narigi tomondan yetadi deb bemalol tushunamsizmi? Narigi tomonga yetadi, bloklarni qo'yib olaman. Adashmasam yetish kerak. Yetar ekan. Adashmabman. Xo'p. Bo'ldi. Endi turib orolga o'tib ko'ramiz nimalar borligiga. Men bu optash emas, tushib ketishim mumkin hozir. Bu qanaqa daraxt? Bilmadim, lekin men bu bargni taniyman. Suvda turiladi bemalol. Xo'sh, bolalar, men bu blokni bilganlar yozib yorsin. Kommentariyga yozib yorsin, nima qilishimni bilganlar. Men bu pastda turibdi-ku, men bu blok. Hozir ko'rsatamiz. Mana bu blok bilan ili oldidagisi, mana bu o'jini ko'rsatadi. Qarshi oldidagi blok nima qilishini kommentariyga yozib yuringlar. Men bu mana shu blokni nima qilishini yozib yuringlar kommentariyga. Mana shu tagidagi blok nima qilishini yozib yuringlar, iltimos. Juda ham kerak bo'lyapti. Bilmayapman nimaga kerakligini. O'zim YouTubedan qidirib ko'rmadim. Ana narigi tarafimiz suv ekan. Suv bor ekan naryoqda, ko'rdingizmi? Ketdik endi, let's go. Narigi tarafga o'tamiz endi. Narki archani ko'ryapsizlarmi? O'ng tomonimizda. Mana bu nima bu? Вообще tushunmayapman nimaligini shuni. Mana yaxshi ko'rganlar kommentariyga yozib yuringlar. Короче, narigi tomondagi ko'rib turganlarda archaga o'tamiz, o'ng tarafdagi archamizga o'tamiz. Archalar bu yerda adashmasam normal narsa bor. Bilmadim mana. Xo'p, tezroq borib olamiz. O'zi ham nimasi go'sht kamayib ketyapti. Kuch qolmayapti personajda. Bu nima qiladi? Bu nima yasaladi bundan bolalar? Mangrove Roads. Nima bu bolalar? Mana kommentariyga yozib qoldiringlar, tushunmayapman nimaligiga. Yo yoqiladimi bu? Yoqishga olinganmi yoki? Yoqishimiz juda ham yaxshi bo'lardi. Xo'p, keyingi videomizda sinab ko'rishimiz mumkin yoki sal keyinroq sinab ko'rishimiz mumkin. Ishlamay yasamaymiz, bizga ishlamay kerak emas. Hozir tab yasamoqchi edim, nima desa bo'ladi? Stone slab yasamoqchi edim, cobblestone slab yasamoqchi edim, lekin kerak emas bu ham. Prosta blok qo'yib ketaveramiz. Blokni o'zi ham yaxshi narsa. Let's go. Bir balo qilib o'zi ham qo'yib oldik. Yaxshi. Endi men buni nima qilishni bilmayman. Kommentariyga yozganlardan keyin bilib olishim mumkin. Lekin to'g'risi ham bilmayman bola nima qilishni. Yo'qsa bo'ladi faqat buni bo'ldi. Boshqa hech narsaga yaramas ekan, qaranglar. Sakrasam tushib ketmayapti даже. Sakragan ko'rishni qaranglar bolalar. Qo'rqish yo'q da вообще, tushunasizlarmi? Mana bu qo'yib qo'yamiz. Ikkinchisi qo'yilmaydi baribir aniq. Yana bir qo'yib ko'raylik qani. Lili pet. Mana shunaqa o'qidim yoki shunaqa yozilganmi o'zi? Lili pet. Вообще zo'r narsa-da bu. Ana bu qurbaqalar sakrash uchun zo'r narsa. Yana blok buzamiz bola, let's go. O'tib addan nimasi bo'ladi? Addagi o'sha bloklarni olib chiqishim kerak. Adda o'zining azilna blok bor-ku.
Bilmaganlar uchun ekranni chetiga chiqarib qo'yaman. Ha, mana shu narsa-da. Ekran chetiga chiqarib qo'ydim hozir. Короче, ana shu narsadan foydalanamiz. Let's go unda. Uxlash uchun baribir joyimiz yo'q. Nima ham qilardik? Let's go. Yana blok buzamiz. Ha ha ha. Xo'sh, bolalar, endi mana bu minutda versak toptirib, mana bu yoqqa qo'yib olamiz. Ters bo'ldi. Endi biz videoni tugatsak ham bo'lar. Bolalar, 25 minutlik bo'lib ketdi videomiz. Buni qirqishlarim, hali tezlashtirishlarim zo'r bo'ladi buyoqlari. Obsidian hozircha kerak emas, o'lib ketib qolish xavfim bor. Anchagina katta. Chunki bu joy juda ham kichkina, o'zimiz katta tashib ketdim. Bo'lmasam bir narsalar qilib xayrlashib olamiz bolalar. Qani unda hammaga xayr bo'lsin. Sizlar bilan men Avangard bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar bolalar. Короче, yaqin kunlarda Telegram kanal ochib qolishim mumkin. Hammani Telegram kanalida kutib qolaman. U yerda sizlarga Minecraftga keladigan